Bu degani soxta kula olmayman, soxta bo'la olmayman-da. Tabiiyman deng. Tabiiy, ha. Dilfuza opa, hammasi permanent bo'yicha tanirdir. Nima uchun kosmetologiyaga o'tib ketdingiz? To'g'ri, men birinchi permanent qosh bo'yicha tanishgan hamma. O'zi shu kasbga, kosmetologiyaga kirib kelishimga ham o'zimni shu klientlarim sabab bo'lishgan. Nimaga? Mana qosh chizish davomida yuzlaridagi muammolar, tirishlarini ko'rib, botoks qilgizing, peshonangizga botoks qilgizing deb aytardim. Lablariga chizgan paytim kichkina lablarini katta qilib chizdirganlar bo'lishardi. Ularga ham ozgina filler qildiring deb maslahat berardim. Klientlarim shu ishlarni ham o'zingiz qiling, o'zingizga boraylik deyishardi. Shu bilan qiziqib, shu sohaga kirib kelganman. Ha, birinchi ustozlaringiz o'zi kim bo'lishgan? Hammani hayotdagi birinchi ustozi onasi. Men o'zi birinchi faqat shu botoks bilan labni o'rganish uchun borgan bo'lganman. Meni yo'q, bu sohani chuqur o'rganing, yaxshi kasb ayollar uchun deb agitatsiya qilib, qiziqtirgan birinchi ustozim, qo'limga shpris tushgan birinchi ustozim Namuna Kabulova bo'lishadi. Keyin Gulixon O'lmasova. Biz ishimiz davomida ko'p o'qishlarga boramiz, masalan. Kecha ham borib keldim. Hamma biz uchun o'sha darslar o'tganlar, bilmagan narsamizni o'rgatgan oddiy hamkasblarimiz ham hamma bir-birimiz uchun ustoz. Dilfuza opa, men sizni birinchi marta ko'rganimda o'ta seryozni, qattiqqo'l, kibr deb o'ylaganman. Siz bilan tanishganimdan keyin, gaplashganimdan keyin fikrim o'zgargan. Tashqaridan ham menimcha shunaqangi fikrlar ko'p eshitgan bo'lsangiz kerak. Ha, bunaqa fikrlarni, bunaqa gap so'zlar ko'p eshitganman. Men endi turishim shunaqa. Lekin men bilan gaplashgan odam, men bilan yonimda bo'lgan odamlar bunaqa emasligimni bilishadi. Birinchi kelgan patsientkalarim ham shunaqa fikrda kelib, keyin o'sha menga yaqin bo'lib, doimiy klientim bo'lib qolishgandan keyin aytib berishadi. Shunaqa deb o'yladik, yo siz haqingizda shunaqa deb eshitdik deb. Bunaqa emas ekansiz deyishadi. Bu xarakter. Dilfuza opa, nimaga postlaringizda o'ta jiddiysiz? O'sha akademiyada o'qiganimizda krasniy doroshkadan taqdirlashda kirib keladi-yu. Uzun krasniy doroshkadan kirib kelyapmiz. 10 ta, 20 ta kamerachilar nimalar kuling deyapti-da. Hamma kulib, qiliqlar qilib kirib kelyapti. Qila olmayman-da. Kameraga kuling degan bilan u soxta kulish-ku, nimaga kulishim kerak? Bunday qilsam soxta chiqyapti-da, haligi qayta olyapti, qiynaldi-da. Ular ham kuling deydi. Reelslarimda bor, ko'rsangiz, baribir mana shunday kirib kelganman-da, kulib bera olmaganman. O'zimni majbur qilib ham kulib bera olmaganman. Bu degani soxta kula olmayman, soxta bo'la olmayman-da. Tabiiyman deng. Tabiiy, ha. O'zimiz o'tirsak, mendan quvnoq, mendan ko'p kulayotgan odam yo'q, lekin kameraga qarab soxta kulib bera olmayman, odamlarga qarab soxta kulib bera olmayman. Oxirgi savolim, bu sohani tanlaganingizdan afsusda emasmisiz? Yo'q, men o'zimni qalb kasbimni topganman. Mazza qilib ishlayman. Mendan doim nimaga Instagramingizni yurg'izmaysiz?